Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sog'lom yuribsizlarmi? Xudo xolosa bugun 2026-yil 28-fevral haftamizning shanba kuni. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani dehqon bozorini yetib kelamiz. Bugungi videolarimizda narx-navolarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Sizlar esa ko'rib kuzatib yurtimizda arzonchilik bo'lsin degan yurtdoshlarimiz ayamasdan like'larni bosib qo'yaverasizlar. Musofirdagi yurtdoshlarimiz uchun valyuta kurslaridan aytib o'tamiz. 100 AQSh dollarimiz yurtdoshlar ozgina tushgan 1.212.000 so'm bo'lib turibdi. Rossiya rublimiz 156.000 so'm bo'lib turibdi. Qozog'iston tengamiz yurtdoshlar 24.000 so'm. 100 yevromiz 1.400.000 so'm bo'lib turibdi. Xudo xolosa ko'rib kuzatib boraverasizlar. Bir chetdan go'shtdan boshimiz, chimchiqlar taraf o'tamiz. Bu safar xudo xolosa bu yon taraflarni tushiramiz yurtdoshlar. Tushirmagan taraflarimiz xudo xolosa videomiz qiziqarli chiqadi. Sizlar esa ko'rib kuzatib boraverasizlar. Bu yonda kasabimizdan boshlab beramiz. Agar ishab turgan bo'lsa, yana 1 minut bo'lsa. Do'stlar, Bobur og'amiz yana kelamiz. Xudo xolosa go'shtdan narx-navosini bilib beramiz. Assalomu alaykum. Bobur aqarman. Bugun qishdan oxirgi kun ekan. Ertangdan bahor. Bahora qaynat bahor degan yangiliklar tezak. Yana xudo xolosa. Yana do'stlar, go'shtning sifatlari yana. Go'shti zo'ri. Eng mazali yeri. Muramirlar. Muramir. Go'sht o'xshim dahshatli. Uni bilgan biladi buni. Prosta bir ishdan bir aylantirib qo'ysang, o'zi tushunadi xalq. No'u go'sht bu. Yana gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Bileti bo'ladi. Dishizga emas, dushga giradigan ajoyib go'sht. Yana sevmagandan sevdirib beradigan aqrang bular. Aytaman-ku, shu tanlangan pasport beraversam eng bo'shi go'sht, zo'ri. Yana xudo xolosa. Azam bilan topiladi, eng mini narsalar topiladi. Bemalol kelaverasizlar. Ya qara gezek go'shti. Yana sotanlar. O'zi aytib turibdi, buni kapitallik kerak emas bu go'sht. Yana. O'z so'lidni. O'zi aytib turibdi. Necha kilo keldi? Go'sht 200 kilo keldi. 200 kilo geldi. Bukay go'shti yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek spravkalar ham bor yana. Bu yoqda yog'lar yana. Oppoq marka yog'lar. Kelaverasiz ishini. Yog'lancha so'mdan berib beramiz. 60. 60 ming so'mdan yog'lar. Yana. Ramazon. Charvon ham qaytib berasiz, to'g'rimi? Ushag'anini. Ushag'ani 55 dan ketadi. Yog'ladi bo'lsa 55. Yana bu yoqda yangiliklar yap boshlabdik, og'a. Xudo xolosa. Qazi. Bu 4 kunligi o'zlarimizni brat har hafta bir toy so'yib, ot so'yib ishlatib turibdi. Yana. Go'shtini pishmagan. Domashni, to'g'rimi? Domashni 165 ming so'm. 165 ming so'm kilosimi, durishimi? Palkisi. O'zi Bir palkisi. Ishanga olib 1 kilodan hozir bir 5-10 gram kam keladi. Yana. 5-10 gram qo'rg'onni hisoblanadi. Ko'rdik go'sht mahsuloti. Shunda 165 u taqalganimi ya? Kelishamiz. Kelishib berasang. Sal bir 5 ming, 3 ming. Bu yoqdan mana do'stlar. Qaysam bo'ladi. Yana. Go'shtlarimiz 120 ming o'zi. Go'sht 120 dan shu el xatari chiroyli go'sht. Abishnatib kesib berasiz. Somon berib turibsiz safar. Ina bu qovurg'alarimiz bor ena. Qovurg'alarga qaranglar. Ama santimetr qovurg'a desanglar qovurg'alar yana. Sneakers. Qovurg'a degan go'sht ku. Assalomu alaykum. Yushyapsiz keng. Ağır biletler maqtab qo'ysangiz arzon berasanmi? Ava. Biletini arzon beramiz. 5000 qo'shib beravering. Arzon beramiz. Bilmem. Gelir 10 kilo birisi. Hay, bir yarımını. Ya, az beramiz. Ina bular bayına al. Ma'lumot berishni. Gemiklar. Ma'lumot bering. Tak, bularni 85 yetib beramiz. 85 dan. Ramazon oyi qovurg'ani 90 ming yetib beramiz. Seni kanalingga aytib kelgan adam. Abi ukasini kanaldan ko'rib keldim deganlar uchun qovurg'a 90 ming so'm. 90 ming so'mdan. Yo'q, menimcha videolarni ham o'zlari ham aylanib ko'raversin, videolarni ham ko'raversin. Bir gemik suyakdan bir umurtqa bo'yin gemiklarimiz 80 ming. 80 ming so'm. Hiç de yok menimcha. Yine do'stlar 80 ming so'mdan. Keyin ina bular yine 70, 80 nemes. Bu 65 ming. 65 ming so'mdan. Yine do'stlar. Bu evvelem şu 100 ming yoqdan şu baha satılgan. Hozir ham shu bahada. Fakat no qo'ldan kelganicha arzon qo'yish maqsad. Qo'ldan kelganicha. Gap. Bazzalar girib, bazzalar girmagan holda qo'ldan kelganicha arzon qo'yish. To'g'risi-da. Gap açıkça söyleshaveramiz. Xudo xolosa kelaverasizlar do'stlar. Bag'irlarni ham aytib bering. Bağırma. Bağır hazır. Senden bunu bloger geldi kesip görsün. Bağır 100% garanti ya. Bağır 120 ming so'm hozirgi vaqtda. Lekin sen kanalingga aytib kelsin 110 ming so'mdan. Chik. Yine Sen do'stlar. kanalingga aytib kelaversin. Bağıra 100% garanti ya. Bunu hatta doktorlar o'zlari ham yemek aldılar. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Xudo xolosa kelaverasizlar. Boburamiz xizmatda. Savdongiz bersin, charchamang deymiz. Bu yoqda xaridorlarni kuttirmaymiz do'stlar. Biz esa davom qilamiz. Sizlar ko'rib kuzatib boraverasizlar. Ishida chimchingalarimizdan chimchilarni bir chetdan tushiramizdan aslan doshi bu yon tarafga qarab ham o'taveramiz. Assalomu alaykum, xarmanglar. Salomatmisizlar? Chimchilar necha so'mdan ekan bular? 20 ming so'mdan,
Yine levlege ekan bu do'stlar 20 ming so'mdan. Badarin pomidoruncha so'm. Shunday emas 20 ming so'mdan, to'g'rimi? Ojisimi, sujisimi, bu yoqda gashirlisimi, bu yoqda baklajonlisimi 20 ming so'mdan emas. 20 ming so'mdan ekan. Yine do'stlar, kelaverasizlar. Bu yoqda ham chimchilar bor ekan. Necha so'mdan ekan? Assalomu alaykum. 20 ming so'mdan yine chimchilar. 20 ming so'mdan bular. Hammasi yana do'stlar. Bemalol kelaverasizlar. O'zi chimchi bu qatorda hammada 20 ming so'mdan sotiladi do'stlar. Bu yon tarafini ochmoq ekan, shuning uchun biz bu yon tarafga qarab o'taveramiz yana. Ukalarim xizmatda, assalomu alaykum. Ishaqsim charchamasdan. Yine go'shtlar. Necha so'mdan? 120 ming so'mdan bir ishlatib berib turibsizlar. So'm berasizlar? So'mmi? Ha. Necha so'm bo'ladi so'm bu? 140. Qara kesak bo'lsa, 140 ming so'mdan. Ko'rg'alar necha so'm? 90 ming so'mdan ko'rg'alar yana. Suyakli go'shtlar 85 dan bo'ldi. 85 ming so'mdan ekan. Go'shtlari bilan turibdi. Yog'lar ham bor yog'lar. Necha so'm? Yog'lar? Yog'lar 50. 50 ming so'mdan yana. Yandan kasabımızdan go'shtlarni o'lchab beribdilar. Harman assalomu alaykum. Necha so'mdan go'shtlar? 120. 120 ming so'mdan go'sht edi. Ijjon desang ijjonlar ham necha so'm ijjon? Can 130 so'm. 130 ming so'm. Kavurg'alar? Qo'g'la 90 ming so'm. 90 ming so'mdan kavurg'alar. Savdangiz bo'lsin, charchama. Darsda davom etaveramiz do'stlar. Ishida kolbasalarni, marinovka etilgan ijjonlarni, daşlıqlarni bir chetdan baholarni bilib beramiz. Yine. Bag'irlar necha so'mdan ekan? Assalomu alaykum. Bana benim mi ağa? Açıp verin bak. Neçə so'm? 13 ming so'm. 13 ming so'mdan bag'irlar yana. Tovuqniki do'stlar, görüb turanlarınız. Daşlıqlar neçə so'm? 13 ming so'mdan. Bede plemenlik, bereklik icallar. Neçə so'm? 75 sattık. 75 ming so'mdan satmışsılar. Yana do'stlar. Bir yanda kalbasalar. Neçə so'mdan? Kilosu 35 binden 85 bin geçecek. Kilosu 35'ten ta 85 ming adam var ekan. Görüb turanmasanlar bu kiçiler neçə so'm? 10 bin so'm. Şu duruşun. Tamam. Duruşu 10 ming so'mdan bo'ladi. Yine do'stlar. Bu yanda sir desang de sirlar. Sirlar necha so'm? 13-14 bin çıkardı mı kusoku? Kusoku. Dilbana 140 bin so'm. 140 ming so'mdan dillarimiz bor yana do'stlar. Bu yanda go'sht ham bor, to'g'rimi? Tamam göç. Go'sht necha so'm? 75 bin. Bu nedengen go'sht? Pakistanlı. Pokistondagi, to'g'rimi? 75 ta. Zamanını göç git durgan çekten. Yine sertifikatlari bor. Tamam. Klientlarga kelsa bemalol ko'rsatib berasiz, to'g'rimi? Yine 75 ta agar ko'proq olsalar, Soyçılarımıza veririz karabka 72 ver. korobka 72 dan ketadi ekan yana. O'zingiz ham yeb ko'rdingizlar-ku? Ama ilk gördük. Gap yo'q kerak do'stlar. Kelaverasizlar. Savdangiz bersin, charchamang. Biza darsda davom etamiz. Bahosini ayting yaxshi, marinovka etilganlar. Onu getirgenler 28. 28 ming so'mmi? Yine. Katib berasizmi? O gelişip veren. Yine. Bular ne? Bunların 28 etip veren. Bu marinovka etilmagan, Yine bu yanda indukniki. Ayakı. Necha so'm? 47'den. 47 ming so'mmi. Tovuqlar? Ula kuru ayak golün 40 bin lira. Yine. Ula 40 bin lira fili. Yine. Bular 40 mingdan, bular ham 40 ming so'mmi. Golin. Yine do'stlar, kelaverasizlar. Yandan bir kasafımız var ekan, bir xabar olib ketdik-ka. Assalomu alaykum. Ya qarayapsiz, salom. Amoz etmiz, kayfiyatli yaxshimi? Yine, nima o'zlar ekan mana. Geze girib ketmaymi? Balki. As 3 sana as alantirib qo'yarasiz. Aylantirib qo'y, bundan qolgan narsasini ko'rib ketadilar. Gap yo'q yana. Yoshlarimiz yana ko'p turolmasanglar. Necha kilo keldi? 300 kilo gap qoldi. 300 kilo, Yine do'stlar, ko'p turollarimiz. Kanat sifatini. Necha so'mdan berib tursiz? 120. 120 ming so'mdan yaxshi deb berib tursiz, to'g'rimi? So'm beraverasiz, So'm ham qolganda. So'm bo'lsa necha so'm bo'ladi? 140 ming so'm. 140 ming so'mdan qara kasaga deb yaxshi deb berasiz. 300 kilo yem molni go'shtidan ekan do'stlar. Bog'da desanglar bog'irlar ham mana bog'irlar necha so'm? Bog'ir 100 ming so'mdan beraman. 100 ming so'mdan bog'irlar. Yana do'stlar, kasabimiz yana perchatkalarda akkuratli bo'lib, fartuklarda yana qaram xudo xolasa molades kelaverasizlar yana. To'ychilarga yaxshi kunlar og'zasorlar olsan, necha so'mdan berasiz? 10 ming so'm kamina beraman. 10 ming so'm, 110 dan o'lchab beraverasiz, to'g'rimi? Yaxshi aytib berasiz, to'g'rimi? Qolganini ko'rib ketaveradilar. Tarazida o'lchanganingiz o'zgarmaydi, bo'lgani bahosi o'zgaradi, to'g'rimi? Bahos o'zgaradi, ko'rib olib ketaveradilar. Agar to'g'ri bilan kelsa, shuni kasb berasiz, shuni kasb berasiz. Akkerin kasb berasiz. O'z xatmaga aytganasiz-ku, to'g'rimi? Bu versalar bo'ldi. Yana do'stlar, nimalarni ham aytib beradi? 91 271 0303. Nurishni suyakli go'shtdan beramiz. Suyakli go'shtdan 80 ming so'mdan beraman. 80 ming so'mdan, Go'shtdan. Bemalol kelaverasizlar. Do'koningiz 49. 49-nomer kelaverasizlar do'stlar.
Xudo xolasa bize bir chetdan daşı davom etamiz. Sizlarga ko'rib kuzatib boraverasizlar. Bugun bu yerlarni tushiribmiz do'stlar. Yine havo harorati -6 gradus sovuq bo'lib turibdi. Shuna qaramasdan xizmatdamiz. Azimay mehnatlarimiz qo'llab-quvvatlab, like ham bosib qo'yasizlar deb umiddamiz do'stlar. Xudo xolasa davom etamiz. Bir yana ismalaklar, zelenler, rediskalar ham bir chetdan baholarni bilib olamiz. Assalomu alaykum. Qarmoq, salomatmisizlar? Charchamasdan. Rediskalar bo'yi necha so'mdan? 3 tanesi 10 ming. 3 bog' 10 ming, har bog'idan nechidan? 7'den. 7'den doğru yaptık bu. Yine. Evvel 5 tane de bağları. Bağım köpeyken bakasam arzanlağına. Yine. Bırat alıp tuttu yine. Gap yok. Yaxşı günlere yemek nasip etsin yine. Bir anda çisnoklar. 5 ming so'm. 5 ming so'mdan ne hoş piyazlar? 1000 so'm. 1000 so'm. Bir bağı 1000 so'mdan he. Yine bağım bereketli yurttaşlar. Hem ne hoş piyaz ketteki. 30-50 bu. Yine. İsmailaklar neçe so'm? 10 ming so'm. Neyle gap başladı mı gökler? Hava misliyle. Yine. Gök ildirmele geldim gelmedi mi? Geldi. Bağ mı? Hava 10 ming so'm. 10 ming so'mdan he? O da 10 ming so'mdan ekan. Bir anda salat bergi yine petruşkalar. Bular necha so'mdan? 1000 so'm. 1000 so'mdan he? Yine. Bular ne Gülkeremler? Keremler 30. 30 ming so'm. 10 ming. Yine. Qaytib beraverasiz kan? Qaytib berilaveradi do'stlar. Bize dalşı devam etamiz. Yine. Bir de enarchi o'tiraradi, enarchi yo'q ekan do'stlar. Yine. Shuni aytaman, enarchi yo'q ekan bu yerda do'stlar. Yine. Gelsin yine. Enarlarning bahosin bir chetdan bilib beramiz do'stlar. Havo harorati dim sovuq bo'lib turibdi, quyosh chiqib turganda qaramaymiz ekan. Dim sovuqmi? Nizam tog'a? Xaridorlar, klientlarimiz muzlatish bo'lsa ham-ku sovuqqa. Yine. Ana, Muz. muz bo'lsa ham iloji yo'q, chiqarib sotish kerak. Yine klientlarga berish kerak, to'g'rimi? Yine ertadan bahor. Ertadan xudo xolasa bahor. Keyin mana bu qora donalarni ham eng qora donalarni chiqarib sotish kerak endi. Yine. Bu eksportga chiqqan variant yurtdoshcha Endi. upakovkada turadi, shunday bo'lib. Endi Necha so'mmi? kelibdi bular. Hamma yerda 25 ming so'm. Aha. O'zi o'ydamanda 18 ming so'm. 18 ming so'mdan inshaalloh. 18 ming so'm. Qora donalari sifatlari. Kesinlar, anorni xohlaganini ushlasinlar, kesib beraveraman. Kesib beraverasiz. Bemalol kesib beraveriladi. Mana do'stlar, Odamlar ko'p joydan olyapti, ichi nimaroq olib turibdi, lekin kelib bizlarga aytib turibdi-da. Kesinlar, mana bu yerga anorni ochib beraveraman. ichina garantiya oxir. Bemalol xohlaganini ochib beraveraman. Bu yoqda yubka pochaklarimiz. Yupqa bojaqlar bor. Eng zo'r bu ichi anaqa tuyatish xeli bu. Aha. Ichi chisti hammasi tuyatish xeli. Ichi Tuyatish yirik xeli. dona xeli. Yurtdoshlar shudan bir ma'lumot aytib o'tamiz. Shu enorni yegan vaqtlaringizda ichidagi danakini ko'pchilik masalan qaytaradi. Ya chiqarib tashlaydi-da. Shunday. Danakini ham qo'shib yeyish kerak ekan, keyin ichida oq nalari bo'ladi, nosi deydilar uni. Siroshbek ichidagi mana bu nimasi bilan, ichidagi pardasi bilan mana bu qovoqni aslida olib qo'yish kerak buni. Yozda mana bu bolalarning ichi og'rishi bo'ladi. Bolalarning qovun yo pomidor yo bodring nimalaridan aslida bitta buni navot bilan ozgina o'zini qaynatib, bir stakan ursa bo'ldi. U dori degan narsa shart ham emas. Tabiiy dori bo'ladi, to'g'rimi? Chista tabiiy dori. O'zi anor polni hammasi mana shu taraflama, olma taraflama, mandarin taraflama hammasi shunga bor. Mana yurtdoshlar gap yo'q. Ichidagi pardasi bilan danakini ham iloji boricha yengla qaytarib tashamanglar. Buni lekin qovoqni tashlamash kerak. Aslida yupqa po'choqnikini olishni tashlamash Necha so'mdan kerak. yubka pochaqaga? Bular 25 ming so'm. Hamma yerda 30 ming, 35 sotyapti, menda 25 ming so'm. 25 ming so'mdan yubka pochaq. Suvlarini necha so'mdan beramiz? Muzlatganlikni. Sovuq aslida 1 kilodan chiqyapti. Aha. Bu kimdir 25 sotyapti yo'llarda, kimdir 18 sotyapti. Mana ko'proq olsinlar, menda 17 ming, 16 qilib berish mumkin, lekin 16 ming so'm. 18 ming so'm. Bitta ikkita 18 ming so'm, 18 ko'proq ming olsanglar 17-16 ming so'mdan ham berasiz qaytib. Shu yerni o'zida promo chiqarib beraman. Yine. Xudo xolasa geç bo'lsindan qat'iy nazar kvartirasına boraverasizlar. Bu yon tarafda Beruniy ko'chada bozorning oldida Bombino do'koni yonidan kirasizlar. Chap tarafdan 5-joy bo'ladi. Nomerlarni ham aytib bering. 88lik 788 38 85. 38-85 bo'lanaverasizlar. Nizom tog'a xizmatda xudo xolasa savdoingiz bersin deymiz. Bize darcha davom etamiz yurtdoshlar. Shuda qo'y go'sht sotadi og'alarimiz ham bor. Birdan ekan og'amiz boshqa qo'y go'sht sotadilar chiqibdi. Shunday qo'y go'shtlarni ham bahosini bir chetdan bilib beramiz. Sizlar ko'rib kuzatib boraverasizlar. Og'a qarmang, assalomu alaykum. Kayfiyat yaxshimi, charchamasdan yana. Yana xudo xolasa bu yoqda go'sht ko'p yana. Necha qo'y bor bu yerda? 2 dana qo'ying. Yana ko'rib turganlaringizdek. Bahosi necha so'mda? 800 ming so'mdan berib turibmiz. Yana. Yana.
Dümbeseng? Dümbesi 200 ming so'mdan, qo'y go'shtini o'zi 100 ming so'mdan. Qovurg'asi, qo'li, lopatkasi hammasi ketdi, to'g'rimi? Bag'ri. 70 ming so'mdan, ey? Mana yog'lari. Gap yo'q. O'zi qo'ni yog'ini, xolesterindan bo'lmaydi, to'g'rimi? Bemalol yeyveradilar. Qo'rqmaydi, to'g'rimi? Bag'ri necha so'mdan beradi? 100 ming so'm, ey? Boshqa ham narsa 100 ming so'mdan ketadi. Necha kilodan keldi bular? Birisi 23, birisi 18. Birisi 23, birisi 18. Shundan yomon emas, ey? Yaxshi edi, do'stlar. Qo'yga chalaman desanglar ham kelaverasizlar. Savdoningizni bersin, charchaman. Biz esa dashi buyon tarafdan davom etmaymizda, birinchilarni tushiramiz yurtdoshlar, xudo xolasa. Ko'rib kuzatib boraverasizlar. Buyon tarafda birinchilarni ham bir chetdan boqasin bilamiz. Sho'rnadan ko'rib o'tirgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, ko'rib o'tiribman, Sirojbek deb kommentariya bir yozib qo'yaverasizlar. Xudo xolasa sizlar uchun xizmatdamiz. Ishida birinchilarni ham boqasin, bir chetdan bilib beramiz. Qarmang, assalomu alaykum. Kayfiyatlarsiz? Birinchilarni necha so'mdan ekan? 7 ming so'mdan nökslang. Yana do'stlar, 7 ming so'mdan. Bular ne? 7. İkisi 7 ey. Ama ikisi 7 yarım 8. Bular 7 yarımdan ekan do'stlar, ko'rib turganlaringiz yana. Bular 8 dan. Yana 8 ming so'mdan. Eng vishchi sortincha so'm bo'lib turibdi nöksini. 8. Shu 8 bo'lib turibdi. Nöksga bahasini tashlag'aydi do'stlar. Ben deylar. Elanga necha so'm? 12 ming so'mdan elangali. Lazer necha so'm? 14. Lazerlar 14 ming so'mdan. Ben mes kilo bahasini aytdingiz, bir 10 kilo, 15 kilosa qaytib yashib beraverasizlar. Masangiz necha so'm? Marsa 20'den. 20 ming so'mdan. Grechki 10 ming so'mdan ekan grechkilarimiz do'stlar. Savdongizni bersin, charchama. Dashi davom etamiz do'stlar. Kuzatib boraverasizlar. Azon bilan menni vaqtimda ko'pchilik hali yaymagan bo'ladi. Ertagalari o'g'il, shu savdogarlarni bir chetdan tushirib beramiz sizlar uchun. Evet, bilsanglar, pauza bilan qaradim. Hozir pauza umuman kerakmidi. Nima desa, bozordan shu yurib bora turganimizdan ko'pchilik musofirda yurganlar bozorni soniga qarab bemalol ko'rib boraveradi. Bir chetdan boraveramiz şimdi. Bu yoqda mana birinchilarning jalli chiqmagan. No'g'ada ham deb tashsa sovuq bo'lib turibdi birinchilar. Qarmang, assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? Birinchidan necha so'mdan bo'ldi? Bir chetdan ayting. Bu birinchi 6 ming so'm. 6 ming so'mdan. Guliston-ey? Guliston 6 ming so'mdan. Bular ikkisi bir tur 7,5 ming so'm. 7,5 ming so'mdan. Nöksang? Qanday? Bu birinchimiz va 6,5 ming so'm. 6,5 ming so'mdan bo'ladi. Yo'q. Bu lazer yarmalar 5 ming so'm. Diray belgisi, to'g'rimi? 5 dan. Avam, iri yarma görün. İri yarma. Palovni guli bo'ladi do'stlar bular yana. 5 ming so'mdan yarmalar. Ko'proq asa Gelişemiz. kelishib qaytib berilaveradi do'stlar, kelaverasiz. Necha so'mdan? 15 ming so'm qaytib beramiz. 15 ming so'm. O'zi meydasi shu mazali bo'ladi. Minji xiyli saqir do'stlar. Mazalı. Yine 15 ming so'mdan. 15 ming so'm. Buni ham kelishib beraverasiz. Gelişemiz. Savdoningizni bersin, charchama. Xo'p do'stlar, davom etamiz. Endilikda yarmarkaga ham giramiz yurtdoshlar. Sizlarga ko'p kuzatib boraverasizlar. Yarmarkaga girmasin deyildi. Bu yon tarafdagi qassoblarni uncha tushirmaylik. Bu yon tarafdagi qassoblarni bir qator sizlar uchun tushirib, obzor etib beramiz do'stlar. Xudo xolasa, ko'raverasizlar bir chetda. Havodim sovuq do'stlar. Iloji boricha qanroq kiyib kelaverasizlar. Bu yoqdan bir kassob ochiq ekan, arqa yo'q ekan. Kassob o'tiribdi ekan. Assalomu alaykum. Ishlar yaxshimi, qaraman. Salomatmisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Go'shtlarni ko'rib turgan bo'lsanglar. Necha so'mdan? 120 ming so'mdan obishni aytib, suyak ozmoz yog'i bilan berib turibsang, somon beraverasiz-ku. Somon necha so'm bo'ladi? So'm 145 dan. 145 dan qora kesak aytib berasizang. Mana 145 dan beriladigan so'm bo'lsa do'stlar, dillasanglar dilla boylar. Necha so'mdan dilla? Go'sht boqar. Go'sht boq, ha? 120 ming so'mdan yog'larimiz. Ya 65 dan. 65 dan yog'lar. Buyrak chayri farqi yo'q-ku. Farq yo'q. 65 dan beriladi. Bag'irlar 110. 110 ming so'mdan qaytib beramiz. Qovurg'alarni Qo'rg'a 95 dan. 95 dan qovurg'alarni. Suyakli go'shtlarning o'zlari 80. Yine yurak desanglar yuraklar bor. Bu yurak go'sht bilan uncha farq etmaydi ekan. Men yurak yeb ko'rmayapman. Aldab yedirdilar lekin uyda. Ne yomon narsa emas. Mana bunday zo'r narsa. Necha so'm? 110 dan. 110 ming so'mdan. Yurak bag'irlar 110 ming so'mdan, ey. Endi savdoningizni bersin, charchaman. Do'stlar, xudo xolasa
Bize devam kılamiz. Aslan yarmarkaya giremiz. Sizlar göç kuzatib boraverasizlar. Buratdan başlıyor ekine. Göçe kıstak yok. Tuliplerini almalarının bahasını bilip verirken karmağa. Nasıl etmiş? Almalı 10 bin son var he? Hava 2 milyon. Tulipte 2 bin son var. Mandalina çok. Mandalina 15. 15. Kartoşkeler? Erkekler 5 yarım 6 her. 5 yarım 6 he? Yine piyazası yine. 2 yarım. Valla 4. Bula Kerem'le 2 yarım. 2 yarım. Geçir. Geçiren şu baka. Keda mı var ekene? Kendisi kımmadırakla 400. 4 bin son var he? 4 bin sondan keda yine olsa. Gel öğretiler. Tavuktan mı satıp başladınız? Soğuğu 28 son ona. 28 bin sondan tavukla yine olsa bir anla. Bu da kalasa. Güzel Ya aslan. şurada nişala bayım dalıyla. İnşallah. 8 milyon nişalayım dalı. Köp gepten 8'te yine. İnşallah alaman nasip edin. Üniversiteden diye piçineler çıkaramız yere de. 8 milyon. Pişireler. Ama 9, 10 her türlü piçineler var. Azmaz kızsın en gün. Ama. Gün kızsın azmaz çıkart baş veririz. Bir anda yine icallarımız çıktı tuttu yine. Bu şaşlıkya doğru mu? Marinovka deyip 95'te. çıkartıp verirlerdik yine dostlar. Yine. Neçe sondan mı oldu şunda? Canım 95'te. Yine. Özü bir anda 95'te ölçep işine deyip çıkarıp nane, perforası, tuzu hemen esasını salıp verediler yine. Ya şaşlıklı geldi. Yine. Göğse sıfətlə olsa göz kurallarız. Bunlar abi şu göç baxa doğru mu 95'ten bereklikse? Bu da 75'te. Malın özü neçə kilo geldi? 190 kilo yaptı dostlar. Gel verəsəl yine. Benimle Faruk Kasap. Plastikem savdaba doğru mu? Terminal amba gel verəsəl yine göçle. Göz kurallarızı. Çısımdan çat tutsular. 95. 95'te bugün o göçle. Yok daha az kaçar 90. Neçə kilo geldi? 120. 220 kilo yaptı dostlar. Bula Buna 70 bin kullanmamız. Muayene 70 işte. muayene 50 bin son var. Yani dostlar sürekli göçle bir son. Şehrimde burada 90 bin son. Bakın görüşü. Bugün göçü 90 bin son var. Kaçar ki var yani. Yine dostlar. 80 bin kilometre falan. Halalık nerseler. Ne böyle bakın. Bağlı bir yok. Bağlı oldu. Abi işte cam var. 95 bin son. Karın fiyatlarının 35. Buna 40 bin yen var abi. 40 bin sonuna tuyaklar. Sağlığınızı versin çaçaman yine. Bir anda Ömürbek Kassap dostlar. İcalarını çıkarıp yaptı. Sağ mənəyim. Yine. 95'te ölçep şimdi çıkartıp veririz. Buna da bir yak saldıkta çıkartıp vereceğim. Yine dostlar. Halasanlar bu çıkarıp koyğanını alınlar. Halasanlar yok mu şuradan kes çıkarıp verirsen şimdi kesip çıkarıp verirler. Probleması yoktur yine dostlar. 235. Yapıyor. Deni göçen verdiyse göçer. Yapıyor. Dostlar. 95 bin sonuna göçe verip tuttu. Bir gün o göç daha. Hakiki doğman. Kaçar da bir gün ayıkta oladı. Yani. Eğer gelen etmeyi koyarken. Yesin aklımızı. Baş keçerleydim. Yine dostlar. Rodada Xudayıma şükür. Yapıyor. Göçtüm sıfatlı yaptı dostlar. Rengine karanlar. Yine. Gele verəsələ yine. 95'te sattırsın. Çekile geldi. 231 kilo yaptı dostlar. Bir anda yine kavurga desene kavurgalar ama. İşte sonra Korğanımız 75 bin son. 75 bin sondan kavurgalar yine dostlar. Gözlerinde kesip veremiz saniye deyip. Sürekli göçler. Keklerimiz 75 bin son. 75 bin sondan sürekli göçlerimiz ama dostlar. Bir an tarafta yine. Yağlarımız var, icallarımız var. İşte sonuna yağlar. Yağlarımız 60 bin son, 55 bin sondan veremiz. 55'ten veririz. Sonlandım doğru yemin tuttu doğrusu. Bazardan tutardık getire. Getirden bir tutarım mı? Bugün sifetten soyup tuttu. Koldan gençe. Kulağıma şükür Allah. Yani dostlar sizlerden bir mal gələ verəsələr. Şimdi göçlərimizdə hər tərəf kesinlikle boladı. Arzan bakalada 95 bin sonuna. Köpler soyatla mesela bizim internette göremiz ki bağırımız 70 bin son. İnternette göremiz soyatla. Soyatla 300 bin lira. Lekin güzel şimdi bağırım onlar için gerekmeli olur. Yani dostlar. Doğman kaçar. Normal kaçarın görüşü yine. Gəpi. Sağdanız versin çarşanın günüz. Bir anda yine İxtiyaram gəpni gəpə koşmaya tutdu. Zınqıllatıb Əsambile gibi iş yaşam var mı? Ama etmişsiniz. Sizde kenarınız ketten lekin şundan bir anda yok koyarsan. Bir anda yok koyarsan gibi. Yani belginden mi tuttuk argından? Yine gəp yok dostlar. Neçə kilo geldi? 250 kilo geldi. 250 kilo geldi. Bakuvat buldu dostlar. Siz ne o göçle?
Göçlerimiz bugün 95 bin son. 95 Her bin gün sonra. 95. No göç bugün. 88 bin yer. Bugün şokolad kaçar. Şokolad kaçarında 250 kilo yaptı. 95 bin sondan satılıp tuttu dostlar. Göçlerimiz yine zor bu arada dostlar. deyip veremiz. Götürüyorum o zaman gap yok. Yine. Vereme bir de bakıp durun. Yağlarımız çıx ondan veremiz. Yağlarımız 50 bin sondan. 50 bin sonda yağlar. Bir anda yine cana taklap gösteriyorum. Ama bu indi çıkaramız. Bu göç baka boladı. Yine. Göç baka boladı. Cana tayin şunu edip çıkarıp verediler. Bir anda yine teyar icralarımız. Bu Baş sayarı tasdikli. canımız. Şaşırtıcı. 75 bin sondan. 75 bin sonuna yine. Bir anda sürekli güçler. Sinek buna 70 bin sondan beri. 70 bin sonuna yine dostlar. Şimdi yıllar bana güçlü. Kaçar kişi göçü bile. Kaçar kişi dostlar. Gap yok. Yine. Kavurgalar. Birleşimlere bayına. Korgalarımız 75 bin sondan. Çiftten töş korga var göçüne. Yine. Tamam 70'ten mi? 75 bin sondan veremiz. 75'ten beresiz. Bu nələnem üzerine ölçüp berabersin. Bir iskan alaman mesela 95 bin sondan boladı. 95 bin sondan berabersin. Dostlar. Gap yok. 95 bin sondan beraberdi. 95 bin. 250 kilo yaptı dostlar yani. Yap oluşu mümkün emas. Bir ma yap xəritəsini bula. Sadağınızı bərsək tərə çaçamaq neyimiz. Yəni bizə dalsı davam etəmiz. Şöylən bir axırından bir kasapımız var ekan. Yəni bugün Bayson yok mu Bayson hanım? Assalamu alaykum. Şuraya qarama. Salamatınız. Keyfiyyətlər son çaçamasdan yəni. Yəni bugün nə geçdi ağa? Bugün kaçar güçlərimiz. Yəni çəkila gəldi. 160 kilo. Mırğağına yəni. Göçüne kadar sıfatlı. Bomboş. Ne kadar? Kolum gitti. Yine gap dostlar. 95'ten mət tutsuz. 95'ten beri. Yine. Bağır dersen de bağırla bağır. Bağıran bağır. Dilla bağır. 90 milyon beraber. Dillere 90 bin sondan bağırla Bağırla 75 bin sonra. 75 bin sondan. Orada göçlerimiz almayla. Dini veremiz mi? İçe sondan 80 milyon göçümle. Bu şilingerlerini 70'ten yine. silingerle 70 bin sondan. Bir riskileri bayla 95'ten beraber. 95'ten virüskeler ambayla dostlar. Yağlı 50 milyon. Appak yağlı. Appak yağla 50 bin sondan. Yine. Bir anda primerlik değerlikle. Bilmeyedik. İçe son 90 milyon beraber. 90 bin sondan. Sürekli güçler içe sondan. 70 bin sondan sürekli göçleyen dostlar. Gələ verəsən yəni xula xalasa. Savdanızı versin deyimiz. Bir mana gələ verəsələr bir an tərəfdə sümələkçilər, başqalar misal açmağın ekan şöylədə videolarımızı əkiliyimiz yurttaşlar. Şöylədən görgən yurttaşlarınız bolsa axırınca gördüm deyib kommentariya yazıb qaldırasalar. Sağ salamat bolasalar keyingi videolarda görüşüncə deyimiz. Yetkəzi yaxlarca razı bulunlar.